Navbatdagi tezkor tadbir akalar. Videoni oxirigacha ham ko'rib turasizlar. Juda ham qiziq bo'ladi va bugun o'zgachasi. Bugun akalar faqat Matiz mashinalari to'xtatiladi. Shuning uchun sal boshqacharoq bo'ladi. Assalomu alaykum, yo'l-patrul inspektori chiqadi. Sizlarga charchamasizmi? Assalomu alaykum. Aka qanaqasiz? Ishlarsiz, charchamaysiz? Ikkita qarzdorligingiz bor ekan, to'xtatishdan maqsad hayit ayyomi bilan hammani tabriklab, qarzdan to'lab beramiz, aka. To'ladi. Aka, ehtiyot bo'ling, salomat bo'ling, charchamang, aka. Bundan oldingi okaning ikkita shtraflari bor ekan, ikkita shtraflarni to'lab oldik. Balonlari yaxshi ekan, hayitga o'tdi. Shtrafingiz bo'lsa, shtrafingizni to'lab bermoqchi edik. Kech to'lab qo'ygan ekansiz. Salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling. Bizni to'xtatib, balonni Navodo kimnidir xafa bo'lsa, balon almashtirib bermoqchimiz, aka. O'shanga to'xtatdik, baloningiz yaxshi ekan, aka. Yengib qo'yibsiz. Qaytdan yaxshi o'tkazib. Ha, rahmat o'yincha. Assalomu alaykum, yo'l-patrul inspektori chiqadi. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz, charchamayapsizmi? Qarab borasizmi buni o'tdi? Ayol kishilar bor ekan, mashinada. Salomat. Yaxshilikka aka, yomonlikka emas. Bizni to'xtatishimizdan maqsadimiz 14 ta balonimiz bor, aka. Matiz to'xtatib, balon zamin qilib bermoqchi edik. Senga balonlaringizni zamin qilib bermoqchi edik. Agar qopsangiz ruxsat bersangiz. Biz ani ehsonga chiqdik-da, balon zamin qilib bermoqchi edik. Akam balonlar sal xafaroq ekan. O'shanga 5 minut vaqtinglarni olamiz, maylimi? Tez bo'ladi. O'zing bilan olib ketadiganing bor-ku, mana shu bugungi qilayotgan ishing bo'ladi. Bilasanmi, hoji? Butun umr ishlab topganing emas, aynan shu qilayotgan ishing o'zing bilan ketadi. Ishonmasligingiz mumkin, lekin erkak gap, bu reklama emas, akalar. Bugungi ehsonimizda bizga chin ko'ngildan yordam berayotgan Asko kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xo'p, aka, balonlarga rostdan ham kal ekan-a. Hamkorlik uchun alohida sizga tashakkur. Har doim murojaat qiladilar, bilasizlar, har bitta videolarimizda Mahmud aka. Yangi challenge-mi aka? Sen yangi challenge-da qolasiz. Akalar, imkon bo'lsa, har doim qo'lingizdan kelsa, har doim shunaqa ishlarni qilinglar. Videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.